Qanaqa bugun mana ikkinchi kun? Bellar. Ahvolda yengilladi. Yengillashdi, ha? Bir 10-15% o'zgardi, ha? O'zgardi, xudo xolisa yaxshi. Bugun ikkinchi kunda 10%, 15%. Birinchi kun natijasini bugun ko'ryapsiz-da. Bugungi muolaja natijasini 3-kuni ko'rasiz. Ha, shunaqa qilib davom ettiramiz, xudo xolisa. Rahmat. Bugun 7-chi muolaja. Xo'p, o'zgarishlar qanaqa opa? O'zgarishlar 80% yaxshimi? 80% yaxshi. 90 yaxshimi? Ha. Unaqa bu o'zgarish bo'lmagandi. Yo'q. Alloh tan joningiz sog' bo'lsin. Bolalaringizni baxti kamolini ko'ring, ishlaringizni rivojini bersin, omadini bersin. Shuncha yerlarda aylanib davolanib kelgan bo'lsam, sizdaqa doktorni ko'rmadim. Shunaqa e'tiborli, yaxshi doktor ekansiz. Allohim topganlaringizga baraka bersin. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Shu qizlarimiz ham tani jonlari sog' bo'lsin. Juda tillari shirin. Ishlarini yurakdan bajarar ekan. Yurakdan bajarib, yurakdan davolashdi. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Bunchalik e'tibor ko'rmaganman. Rahmat. Yaxshi, xursand bo'lsangiz bo'ldi. Xursandman. Xo'p, endi mashq bajaramiz endi opa, mashq. Pastga qarang. Oyog'i ko'tarish mashqini bajaramiz. Birinchi oyog'i, o'ng oyoqni mana shunday ko'tarasiz. 1. Endi chap qo'lingizni ham ko'tarasiz shu holatga. 1. Ko'taring, qo'ying. 2. Ko'taring, qo'ying. Buni ko'p qilaman uyda. 3. Aha. 4. Telefonga qarab qilaman. 5. 6. Yanami? 7. Endi bunisini endi. Muskullarni sal kuchaytirish kerak. 1. Zo'r ochildi, aqayonchalar. Qirsillab. Kecha umuman qirsillamadim. Bugun yaxshi qirsilladi. O'sha bitta shunaqa olsam, tizzasiga ham qo'yib olib, shartta qo'yib shunaqa olib. Mayli, shunday izoratda. Mana shunaqa olib keldim oxiri marta. Yaqinroq turing deb tizzamni bitta ezatdi. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring. Qo'lni bosh orqasiga qo'ying. Bundaymanda? Gavdani bo'shashtiring. Yaxshi qirsilladi mana. Hozir nafaqat mana qo'ymoqchilaringizni, nafaqat bel, undan tashqari mana bo'yin, yelka qismlaringizni ham tuzlarni eritib yuboryapmiz. Mana shu mana tomirim ko'p og'riydi, mana shu yerda shamollashdan mana shu yerda og'riydi ko'proq. Mana shu bitta bir tomoni ko'p sanchib qoldi. Bitta belda emas ekanda qo'ymoq bilan. Mana bu tomonlarda ham bor. Mana shu shishlar sizni ham ko'proq bezovta qiladi. Ba'zi birlar mana shish hisobiga ham oyoqqa og'riq beradi. O'tiring joyingizga. Hop. Qo'ymishdagi og'riqlar bugun qanaqa? Bugun mana ikkinchi kun. Bellar. Ahvolda yengilladi. Yengillashdi, ha? Bir 10-15% o'zgardi, ha? O'zgardi, xudo xolisa yaxshi. Mana qirsillayapti, suyaklaringizda ham shishlar qaytib. Biz oyoqlamdimda mashq qilayotganda qisir qiladi. Tizzalar. Bunday ko'tarib mashq qilaman deydi, shunday qas bo'lib ketadi. Yaxshi qoladi, xudo xolasa. Tuz bor. Mana bugun ikkinchi kunda 10%, 15%. Birinchi kun natijasini bugun ko'ryapsiz-da. Bugungi muolaja natijasini 3-kuni ko'rasiz. Ha, shunaqa qilib davom ettiramiz, xudo xolasa. Rahmat, joningiz sog'. Qanchalar? Soling. Chiqaring. Nafas oling, chiqaring. Yaxshi, onajon osmon qarab yoting. Yaxshi. Bo'shashdi. Bo'shashdi. Hop, opajon, pastga tushing. Ulangiz bering. Hop. Bugun 7-chi muolaja. Hop. O'zgarishlar qanaqa opa? O'zgarishlar 80% yaxshimi? 80% yaxshi. 90 yaxshimi? Unaqa bu o'zgarish bo'lmagandi. Yo'q. Alloh tan joningiz sog' bo'lsin. Bolalaringizni baxti kamolini ko'ring, ishlaringizni rivojini bersin, omadini bersin. Shuncha yerlarda aylanib davolanib kelgan bo'lsam, sizdaqa doktorni ko'rmadim. Shunaqa e'tiborli, yaxshi doktor ekansiz. Allohim topganlaringizga baraka bersin.
Tan jonlari sog' bo'lsin. Shu qizlarimiz ham tani jonlari sog' bo'lsin. Juda tillari shirin. Ishlarini yurakdan bajarar ekan. Yurakdan bajarib, yurakdan davolashdi. Tan jonlari sog' bo'lsin. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Unchalik e'tibor ko'rmaganman, rahmat. Yaxshi xursand bo'lsangiz bo'ldi. Xursandman. Yana bir davolanib turasiz, yilda bir marta yoki bir yilda 2 marta davolanib turing, opa. Sog' bo'ling. Dardlarga chalinmang bu safar bunaqa. Ilohim yaxshi bo'ling. Duolaringiz siz bilan ham hamroh bo'lsin.